Larimizga marhamat o'tirib olishlari uchun ruxsat beramiz. Avvalo mana shunday bir yaxshi so'zlar bilan bugungi davramizni ochib bergan, to'yimizni boshlab bergan G'ayrat otamizga minnatdorchilik bildiramiz. Otamiz ham sog' bo'lsin, doimo yaxshi kunlarda, to'ylarda biz bilan birgalar, hech qachon mana shunaqangi dilkash davralardan otamizni qadam uzilmasin deb qolamiz. Endi esa barcha mehmonlarni yanada bugungi davrani kengroq olishga chaqirib, bugun shunday bir ulkan shodiyonada yaxshi niyatlar bilan ushbu tavallud dargohini to'ldirib turgan barcha azizlarimizga, yaxshilarga, o'zbekona lutfila barchaga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Bugun mana shunday qutlug' dargohga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Avvalo xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, qadamlaringga hasanotlar bo'lsin. Bugun yuqorida aytib o'tilganidek, mana shu otamiz aytgandek, ajoyib bir xonadonda katta xursandchilik, mana shu xursandchilik munosabati bilan bugun chiroyli bir dargoh mehmonlar bilan lim-molim to'lgan. Ya'ni kim bugun Rahmonqulovlar ahli chiroyli bir tantanani siz bizga o'xshagan yaqinlar davrasida keng nishonlayapti. Xonadon ahliga, Rahmonqulovlar ahliga to'ylar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz va to'y boshlar, to'y sohibvalari bugun Mardon akamiz hamda to'y sohibasi Habib opamlarning xonadonlariga bugun Allohning marhamati yog'ilgan, bugun yaratgan, taqdir qilgan chiroyli bir kunda aynan bir yaxshi to'yni keng nishonlayaptilar. Xonadon sohiblariga, to'y boshlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Chin yurakdan, chin dildan tabriklaymiz. Qolaversa hech qachon boshlari to'ydan chiqmasin deb niyat qilib o'tamiz. Endi esa to'yning sabablari bugun hammamizni diqqatimiz markazida turgan, to'yxonamiz so'rini bezab turgan kelin-kuyovlar, albatta bular Doniyorjon hamda kelin poshshamiz Shahzodaxonlarni bugun visol onlariga birgalikda shohid bo'lamiz. Demak, Allohning, Parvardigorning eng muqaddas bitimi, nikohning yerdagi tantanasiga guvohmiz. Ikki yosh qo'shni qarasin, baxtli, saodatli bo'lsin, serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin deymiz. Xudo xolasa kelasi yil ko'pni qatorida shirindan shirin farzandlarni ota-onasi bo'lish vaqti ham kelin-kuyovlarga iloho nasib qilsin deymiz va aytishimiz mumkinki, farzandlarni beshik to'ylarida ham xuddi bugungidek katta davralarni birga to'ldirishlikni yaratgandan tilab qolamiz. Va shunday chiroyli samimiy so'zlar bilan bugungi shodiyonamizga yana bir bora rasman ochiqlik e'lon beramiz. Endi mehmonlarimizga esa bemalol dasturxonlarga marhamat qiling deymiz, chunki bugun to'y, bugun xursandchilik. Aynan mana shunday xursandchilik bugun siz bizni ixtiyorimizda turibdi. O'ylaymizki, yaqin soatlarda ko'ngildagidek nishonlaymiz. Yuqorida tilga olinganidek, bugun barchamiz o'ynab kulib mana shunday shodiyonani bir munosib qarshi olamiz. Buning uchun esa ijodiy jamoamiz har doimgidek ustozimiz Farhod Xatoyev boshchiligida sizlar uchun xizmatga kamarbasta bo'lgan. Biz esa ketma-ket rang-barang chiqishlar bilan sizlarni ko'ngillaringizda zabt etish ilinjida harakatda bo'lamiz. Marhamat qilib chiroyli qo'shiqlarga navbat beramiz. Yana bir bora xush kelibsizlar, xush kayfiyat hamroh bo'lsin deb qolamiz. Salomat bo'linglar.